2025-yil 6-yanvar sanasiga mana 5 gektarlik Valavoy gilos bog'idamiz. Agronomlik maslahati va agronomlik xizmatidan foydalanishyapti. Bu videoyim kuzatib borayotgan obunachilarimizga va barcha O'zbekistonda xuddi shunaqa katta 7 yil, 8 yildan beri umuman kesilmagan daraxtini qanday kessam ekan deb yurgan aka-ukalarga bo'ladi. Kuzatib boringlar. Mehnatlarga bitta like bosamiz. Sizlarga daraxtni 6 yil, 7 yil kesilmagan daraxtni qanday kesish kerakligi haqida tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda daraxtda qurigan shoxlar bo'ladi, chunki 6 yil, 7 yil ichida kesilmasa tag tomondagi shoxlari qurib ketadi. Birinchi navbatda tagidagi qurigan shoxlarni terib chiqamiz. Ko'tarilayotganda, shoxda ko'tarilayotganda doim shoxlarni tagidan kesib tashlamaslikni maslahat beraman, chunki shox baribir kesilgandan keyin bu yangi kurtak chiqarmaydigan bo'lsa, orqaga qarab qurib boradi. Shu sababli 15 sm ho'kizib kesish kerak. Ichkariga o'sayotgan shoxlarni 5 ta, 6 tani tashkil qiladigan bo'lsa, ikkitasini ho'kizib, 3 tacha, 4 tachasini kesib tashlash kerak, chunki ikkitasi yetadi. Chunki daraxt tanasiga ichkari tomoniga quyosh nuri kirishi bu daraxtni yangi kurtak, yangi shoxlarda rivojlanishiga olib keladi. Har bitta daraxtda agar yoshi katta va o'zi daraxt o'zi katta bo'ladigan holat bo'lsa, daraxtni shoxni ustiga chiqadigan holatni daraxt ustiga chiqqan holatda yaratib borish kerak. Ya'ni daraxtni ustiga chiqa olmaydigan holat bo'lsa, unda terib mevasini ola olmaysiz. Shu sababdan ustiga chiqadigan sharoit qilish kerak bo'ladi. Ko'p yillik kesilmagan daraxtlarda shoxi aytaylik 8 ta, 12 ta, 16 tagacha bo'ladigan bo'lsa, 30% ni teng yarimidan kesib olib tashlashni maslahat beraman, chunki aynan gilos daraxtlarida yangi shoxlarni rivojlantiradigan bo'lsangiz, bu daraxtingizda kelajak yangi zamin shoxlar shakllanadi. Chunki har bitta shox 7 yil, 8 yilgacha meva berib xizmat qila oladi xolos. Undan ag'iga uni kuchi yetmay qoladi. Shu sababdan shoxlarni yangilash kerak bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu ikkita shox yangilashga qo'yildi. Bu vaqtinchalik bu shoxlarga keladigan kuchni olishini hisobiga natija berib, tagiga ochadigan suvini, dorisini, ishchilarini qoplab turish uchun ho'kizib qo'yiladi. Bu shox ishlab beradi, xudo xolasa. Kuzatib boringlar do'stlar. Tiqilinch joylarni doim ochish kerak. O'shalar ishlab bo'lgan shoxlarmi? Bular hammasi ishlab bo'lgan shoxlar. Bularni yangilash kerak, faqat hammasini bittada yangilab bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan. Mana bu chiqishga xalaqit beradi. Mana tepaga chiqishga xalaqit beradigan shoxlar hammasini olib tashlash kerak. Mana bu tomonda 3 ta lider bo'lib ketyapti. Buni bittasini olib tashlaymiz. Va bunisini qaytaramiz, chunki tepaga baribir qo'l yetmaydi. Buni ham qaytarish kerak. Juda ham ko'p kesilmaydi, sabab shoxlar juda ham ko'p kesiladigan bo'lsa, u yana o'sishga tushadi va natija pastlab ketaveradi. Me'yorida.
O'sha mayda shoxlarni olib tashlash shart. Mana bular qurigan shoxlar baribir. Mana. Bularda natija bo'lmaydi. Sababi daraxt baland o'sib ketgani uchun shox panada qurib ketganmi shu quyosh nuri Bu tushmasdan? ancha yil kesilmaganligi sababli bu yerga salqin ko'p tushib, ichki shoxlar qurib ketgan. Mana daraxt o'zish sal chiroyli bo'lib, shakl berganga o'xshab qoldi hozir. Mana shu holatda kesishlarni maslahat beraman, chunki daraxt to'lig'icha 100% kesilmadi. 30% shox kesib tashlandi. 100% shoxni kesib yuborsangiz, bu yangi shox chiqarib, ko'p chiqarib yuborishning hisobiga faqat surx novdalardan iborat bo'lib qoladi. Shu holatda ishlab borilsa, yildan yilga kesib borib, 3 yil, 4 yil ichida hamma shoxi yangilanadi, lekin asta-sekinlik bilan kesilishining hisobiga natija yo'qolib qolmaydi. Mehnatlarga, videolarga bitta-bitta like bosamiz.